Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 1-qismidan 13-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz nomi sonlarni ustun shaklida xonadan o'tib qo'shish. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan o'tgan darslarimizda sonlarni bir-biriga qo'shishni qisman o'rganib chiqqan edik. Biz o'rgangan misollar quyidagicha edi. Masalan, 24 qo'shuv 45. Bu misolni tahlil qiladigan bo'lsak, birlar xonasidagi raqamlarni qo'shamiz. 4 va 5. Bularni qo'shganimizda hozir natija 9 dan oshmas edi. Bugungi darsimizda esa biz mana bunaqa misollarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 17 qo'shuv 25. Bu misolni tahlil qiladigan bo'lsak, birlar xonasidagi raqamlarni qo'shib ko'ramiz. 7 qo'shuv 5. Bu yerda hozir natijamiz 2 xonali son chiqishi kerak. Bu yerda chiqqan 12 ni men qaysi biriga yozaman? Ya'ni 2 ni bu yoqqa birlar xonasiga yozib, o'nlar xonasiga 1 ni yozsam, bu natijam to'lib qolyapti. Men hozir 1 ga 2 ni qo'shsam, endi buni qayerga yozaman? Mana shu savolni biz bugun javobini topishga harakat qilib ko'ramiz. Quyidagi misol orqali biz buni yanada tushunishimiz mumkin. Rasmga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana 17 qo'shuv 25. Buni qalamchalar orqali ifodalashga harakat qilamiz. 17 soni bu bitta o'nlik va 7 ta birlik degani. Bitta o'nlikni biz 10 ta qalamni birlashtirib hosil qilardik va mana bu 7 ta qalamcha esa 7 ta birlikni bildiradi. 25 sonida esa 2 ta o'nlik bor va 5 ta birlik bor. 2 ta o'nlikni biz mana bu tartibda tasvirlaymiz. 5 ta birlikni esa mana 5 ta qalamcha orqali tasvirlaymiz. Qo'shish qoidasiga ko'ra, birinchi birlar xonasidagi raqamlar qo'shilishi kerak edi. Bu yerda biz 7 ta qalamga 5 ta qalamni qo'shsak, 12 ta qalam hosil bo'lishi kerak edi. Biz 12 ta qalamni bitta o'nlik va 2 ta birlik deb ifodalaymiz. Mana bu rasmda buni tushunishingiz mumkin. Mana bitta o'nlik va 2 ta birlik. Endi o'nlar xonasidagi raqamlarni qo'shamiz. O'nlar xonasidagi raqam 1 va 2. Bularni qo'shadigan bo'lsak, 3 ta o'nlik hosil bo'ladi. Rasmga yaxshilab e'tibor qiladigan bo'lsak, bizda qaysi son hosil bo'ladi? Mana o'nliklar bizda jami 4 ta bo'lib qoldi. Demak, 4 ta o'nlik bu. Mana 4 ni yozamiz va 2 ta birlik bo'lsa 2 ni yozamiz. Bu qaysi sonni hosil qiladi, o'quvchilar? Ha, 42 sonini hosil qiladi. Bundan nima xulosaga kelsak bo'ladi? Birlar xonasiga qo'shganimizda agar natija 9 dan oshib ketadigan bo'lsa, nima qilish kerak ekan? O'sha oshganlarini birlashtirib o'nlik hosil qilish kerak ekan. Va o'sha chiqqan natijani o'nlar xonasidagi raqamga qo'shib yozish kerak ekan. Xuddi shu misolni ustun shaklida qo'shishga harakat qilib ko'ramiz. Bu yerda mana 17 qo'shuv 25. Buni mana 17 ni yozib olamiz va 25 ni uning ostidan birlar xonasini ostidan birlar xonasini va o'nlar xonasi ostidan o'nlar xonasini yozib olamiz. Buni qo'shadigan bo'lsak, nimaga ahamiyat beramiz birinchi navbatda? Birlar xonasiga birlar xonasini qo'shsak, 7 qo'shuv 5. Natija 12 ga teng bo'lishi kerak.
Natija 12 ga teng bo'lganda, bu birlar xonasi yoziladigan joy bo'lgani uchun biz 12 sonidagi birlar xonasini ifodalovchi raqamni yozamiz. Ya'ni 2 raqamini yozamiz. Va mana bu bitta o'nlikni esa dilda saqlab turamiz. Esimizdan chiqmasligi uchun mana yuqoriga yozib qo'ydim. Endi o'nlar xonasidagi raqamlarni qo'shamiz. Ya'ni 1 va 2. Biz dilimizda mana bitta birni asrab turgan edik. O'sha birni ham qo'shadigan bo'lsak, necha hosil bo'ladi? 4 hosil bo'ladi. Demak, natijamiz 42 ga teng bo'lib qolar ekan.